Germaniyaga ishga kirmoqchi bo'lganlar uchun ajoyib yangilik bor. Bilasiz, oldin Germaniyaga kelishda termin olish bo'yicha ikki xil usul bor edi. Eski klassik usul, ya'ni o'sha elchixonani saytiga kirib siz onlayn ariza qoldirardingiz va 7-8-9 oylab kutib siz termin olardingiz. Ikkinchi usul esa Auslands portali orqali, ya'ni o'sha Germaniyaning yangi digital portali orqali olishingiz mumkin bo'ladi. U digital portal orqali bir necha sal tezroq keladi, lekin shunda ham siz 4-5 oy kutishingiz lozim bo'lar edi terminda. Siz to hujjatlaringizni topshirasiz, hujjatlarni topshirganingizdan so'ng forproofingga tekshirishga o'tadi. Undan so'ng yana bir qancha vaqt o'tgandan so'ng sizni hujjatlaringiz tekshirilib chiqib va sizga termin berilardi. Termindan so'ng ham viza chiqishigacha ancha vaqt o'tadi. Endi nima bo'ldi? Yangi sistema TLS kontakt saytida endi siz Germaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, bemalol ro'yxatdan o'tib, o'sha siz termin olishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, ozgina to'lovlari bor. Yana elchixona yig'imi bo'ladi. Undan tashqari sizni hujjatlaringiz tekshirib chiqishi uchun ham qanchadir miqdorda to'lov qilasiz. Lekin bir yaxshi tomonlari bor. U yerda o'sha alohida masalan siz termin vaqtdan tashqari siz alohida yana vaqt olishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, qo'shimcha to'lov evaziga, lekin siz 7-8-9-10 oylab kutmaysiz. U yana ham tezlashdi degan. Lekin menimcha hujjatlar hali o'zgarmagan. O'sha hujjatlar, qaysi hujjatlar elchixonaga topshirsangiz, TLS kontaktga ham siz topshirasiz. O'sha hujjatlarda ular hammasini yig'adi va elchixonaga yoki bu yoqdagi Auslandsbehördaga yuboradi. Auslandsbehörda ko'rib chiqib hujjatlaringizni hammasi haqiqiyligini tasdiqlagandan so'ng sizga qaytarib jo'natadi va siz bemalol o'sha viza olishingiz mumkin bo'ladi. Bu men nega oldin o'zimga o'zim savol berardim, nega TLS kontakt tashkiloti nima uchun o'sha ishchi vizalarni ham yo'lga qo'ymayapti deb. Mana endi yo'lga qo'yishibdi, chunki baribir elchixona sizni hujjatlaringizni qabul qilgan taqdirda ham baribir Auslandsbehördaga jo'natadi. Siz qaysi shaharga, qaysi Bundeslandga kirmoqchi bo'lsangiz, o'sha yerda Auslandsbehördasiga jo'natadi. Ular ko'rib chiqadida elchixonaga viza beraveringlar degan o'sha mazmundagi xat yuborishadi. Shuning uchun ular keyin viza berishadi. TLS kontakt sayti ham xuddi shu vazifani bajaradi menimcha. Lekin siz oldinlari masalan 7-8 oylab kutgan bo'lsangiz, bir necha haftani ichida termin olishingiz mumkin bo'ladi. Endi ozgina viza muddati cho'zilishi mumkin, lekin bir necha haftani ichida termin olganingizdan so'ng menimcha 1-2 oyda ichida bemalol vizangizni olishingiz mumkin bo'ladi. Premium xizmatlardan foydalansangiz, vizangiz yana ham tezroq chiqishi mumkin, terminni ham yana ham tezroq olishingiz mumkin bo'ladi deb o'ylayman. Bu meni fikrim. Agar video sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Undan tashqari, agar sizlarga o'sha TLS kontakt saytidan qanday qilib ishchi viza uchun qanday qilib termin olish masalasida video qo'llanma kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsalaringiz, o'sha men TLS saytiga kirib, o'shani videoga olib, sizlarga bajonidil qanday qilib termin olish masalalari bo'yicha bajonidil ko'rsatib beraman. Kanalimizda bo'ling. Ko'rishguncha.